Signalizatsiya ham yo'q. Mana kim mashinasi? Palakat. Mana senikimi? Uzr aka, suvga kirgandim. Ha? Farosat bormi? Tushunmadim. Nimani tushunmading? Shuncha bo'sh joy turganda nima bu yoqqa qo'yib qo'yapsan? Aka, bu yerda mashinalar bor edi. Haliga bo'sh bo'lmagani uchun tez chiqaman deb o'ylagandim. Uzr. Uzuringni-chi? Tiqib olgin. Shoshayotganda yo'qotdi Mamaraveni turishi. Uzr dedim-ku. Axlatini yo'limdan ol. Oldi olman tez-tez. Alo. Jahon, stol-stullarni ham xalq borish kerak ekan. Yo'l-yo'lakka xalq qilib kelarsan? Asad? O'lgan odam faqat men o'rtog'im emas edi-yu. Sanam ham o'rtog'ing edi-ku. Bitta joyda o'tirib, ish buyurmasdan, senlar nimadir narsa hal qilaring. Qabr ko'lash kerak edi. Shomgacha tayyor bo'ladimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamma barobar joyiga xush kelibsiz, birodar. Shoshib shotga kelyaptimiz. Qabr shomgacha tayyor bo'ladi. Qolgan ishlaringizni bemalol hal qilavering. Faqat shoshiling.